O'zbekiston Respublikasida giyohvandlik va narko jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha 2024-2028 yillarga mo'ljallangan milliy strategiyaning ustuvor maqsadlariga erishish, giyohvandlik va uyushgan narko jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish orqali aholini, birinchi navbatda yoshlar salomatligini hamda millat genofondini samarali himoya qilish bo'yicha tezkor, kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Giyohvandlik bilan bog'liq yana bir holat Buxoro va Samarqand viloyatlari bojxona boshqarmalarining kontrabandaga qarshi kurashish bo'limlari tezkor vakillari, Davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyati boshqarmasi hamda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining o'zaro hamkorligi natijasida aniqlandi. Tafsilotlarga ko'ra, Samarqand viloyatida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida og'u-furushlar 1 kg 22 gram og'irlikdagi opiy giyohvandlik moddasini 480 million so'm pul evaziga sotayotgan vaqtida dalillar bilan qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirning 3-bosqichi doirasida Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati tezkor xodimlari tomonidan olingan ma'lumotlar asosidagi navbatdagi tezkor tadbirda fuqaroning ijarada yashab kelayotgan xonadoni ko'zdan kechirilganda, fuqaro mazkur uyning yotoqxona va hojatxonasi ichida qora rangli paketlar hamda yashil rangli termik usulda mahkam yopilgan rezina qopchalarga solingan giyohvandlik vositalariga o'xshash modda topiladi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, ushbu moddalarning sof vazni 43 grammga yaqin bo'lib, ko'p miqdordagi sintetik kannabinoidlar hosilasi bo'lgan giyohvandlik vositalari ekanligi aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, fuqaro mazkur giyohvand moddalarni keyinchalik sotish maqsadida noqonuniy ravishda saqlab kelgan. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbirlarning 3-bosqichi doirasida Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan giyohvand vositalarni aniqlash borasida kuchaytirilgan tadbirlar o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirlar davomida bir nechta faktlar aniqlandi va aniqlangan har bir holatlar bo'yicha jazo muqarrarligi ta'minlanmoqda. Mazkur holat bo'yicha hozirda fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.